Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa, dehqon aka-ukalarimiz uchun sifatli darajada tayyorlagan begomslarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Mana oxirgi partiyalarni xudo xolasa ortish jarayonidan video ketyapti. Qovun tarz ekadigan dehqon aka-ukalarimiz uchun sifatini zo'r tayyorlab berganmiz. 1 yildan ziyod davom ettirganmiz cho'lchanlarga. Xudo xolasa uni ortish jarayonidan video bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa oxirgi begomimiz 40 tonnaga yaqin bu yil ham tayyorlagandik begomimiz. Hammasi xudo xolasa sotilib bo'ldi. Endi mana qaytadan mana kuzda tashlagan joylarimizga davofga ishlarini olib boryapmiz. Bular ham 70-80% tayyor bo'lgan, lekin bu hozir elab berilmaydi. Begomimiz holati kelib bo'lgan. Buni ko'pchilik tushunmay elaveradi. Bu noto'g'ri bo'ladi. Bu hozir 100% holatda yeyilmasa, 100% holatda cho'lchaga yedirilmasa, begomimiz holatiga kelmasa, ertangi kunda o'sha ekinlardan o't chiqib qolish xavfi bor. Keyin kuydirib qo'yish mumkin. Shunday holatlar kuzatilib qoladi. O'shaning uchun 100% holatda 13 oy, 14 oy davomida xudo xolasa yediramiz cho'lchaga. Ana undan keyin xudo xolasa dehqonlarga qilib beramiz. Hozir ortish jarayonini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Ortilyapti begomlarimiz. Kecha 13 tonnani ortib o'rgandik. Xudo xolasa uni bugun yana qolgan davomini olib ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. 70-80% holatga tayyor bo'lgan, usti ochildi kecha. Bir marta suv sepildi. Mana nar tomonidan davofga ishlar olib kelinyapti. Davofga boshlangan. Nar tomonidan davofga berilyapti. Ko'rishingiz mumkin mana. Hammasi 70-80% begomimiz holatiga kelgan. 4 oy, 5 oy bo'ldi buni tashalganiga. Yangiroq go'ng bo'lganligi uchun tayyor bo'lishi sal qiyinroq bo'ladi. Ya'ni go'ng o'zining holatiga kelmasa, chirishga o'tmasa, begomimizga aylanish sal qiyin bo'ladi. O'shaning uchun mana kuzda tashlaganmiz, lekin rezultat yomon emas. 70-80% holatda tayyor bo'lgan. Buni elamayimizdan hozir ustiga davofga qilamiz. Shu bilan bo'ldi. Keyin yana yil bahorda yoki shu yilda oxirida kuzda elaymiz. Mana joylarimiz ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bu yerdan ortish ishlari ketyapti. Dehqon aka-ukalarimizga. Kimga qiziq bo'lsa, endi shu biznes qilaman deb yurgan aka-ukalarimizga cho'lchanlarni sotuvini yo'lga qo'yamiz. Hozirgi vaqtda cho'lchanlar sotuvda mavjud. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' va salomat bo'lamiz.